2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Avtomobilimiz Sony Scrambler. Motorlarda umuman ishi yo'q. Motor, korobka, hadovoylari tayyor qilib qo'yilgan. 4 ta balonlari bir xil balon taqib qo'yilgan, yangi pashti. Kuzov holatlarida umuman ishi yo'q. Orqa oldilari bo'sh-butun avtomobilda. Mayda-chuyda kraskalar bo'lishi mumkin. U yoq bu yoqda xohlagan usulingizga tekshirtirib olishlaringiz mumkin. Salon holatlarini ko'rsatamiz. Salonlari super. Magnitofon, polik, chexol lari hammasi bor. Ushbu avtomobilimizni boshlang'ich 10-15 million so'm pul bilan variantga chiqarib beramiz. Egalari bilan gaplashib qo'yib 48 million so'm deb qo'yapmiz. Picha savdolashadigan joyi bor.